Rezidentlik sertifikati nima? Xalqaro tashish xizmatlarida rezidentlik sertifikati kerakmi? Rezidentlik sertifikati bu soliq organi tomonidan beriladigan hujjat bo'lib, ushbu hujjat shaxs yoki kompaniyaning qaysi davlat soliq rezidenti ekanligini asoslovchi hujjat hisoblanadi. Rezidentlik sertifikatini o'sha davlatning soliq organi beradi. Masalan, Qozog'istondagi korxona uchun Qozog'iston soliq idorasidan olishi mumkin. Keyin u sertifikatni O'zbekiston rezidenti bo'lgan buyurtmachiga taqdim etish orqali O'zbekistondagi ikki yoqlama soliq solish bitimi bo'yicha imtiyozni qo'llash, soliq ushlab qolmaslik yoki kamaytirilgan stavka bo'yicha to'lashga erishish mumkin. Rezidentlik sertifikatining qonuniy namunalarini quyidagi video orqali bilib olishingiz mumkin. Rezidentlik sertifikatining qonuniy shakllarini ko'rish uchun quyidagi portalga tashrif buyuramiz va bu yerdan hujjatlar bo'limiga o'tib, xalqaro hamkorlikning huquqiy asoslariga o'tamiz. Va bu yerdan ham o'zimizga kerakli bo'lgan davlatni ko'rib chiqib tanlaymiz va ichiga kirganimizdan so'ng ushbu sertifikatning namunaviy shaklini yuklab olib, o'zimizdagi hujjat bilan solishtirishimiz va uning qonuniyligini yoki noqonuniyligini tekshirib chiqishimiz mumkin bo'ladi.